Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chorva hayvonlarimiz qishki kunida bir joyda turib, mana tirnoqlari o'sib ketadi. Tirnoq olish mana xizmatlarimiz bor, vodiy bo'ylab. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Oha bo'ylab. Tirnoqlari juda chiroyli bo'lib qoldi. Juda chiroyli qilib. Xinalargacha qo'yib qo'yiladi usta. Xina qo'yib, juda chiroyli qilib qo'yiladi tirnoqlarni. Kimga shunday xizmat bo'lsa, murojaat qilaverasizlar nomerlarga, aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat xizmatdamiz.